Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli azizlar, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning siratlari, u zotning go'zal axloqlari, u zotning tuzilishlari, ko'rinishlari, xilqatlari va xulqlari haqida yozilgan buyuk kitoblardan biri Ash-Shama'ilul Muhammadiyya yoki Shama'ilun Nabiy sallallohu alayhi va sallam kitobini o'qishda davom etamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini ko'rsatib bergan, u zotning har bir xatti harakatlarini bizga bayon qilib bergan ushbu kitob har bir mo'min musulmon uchun juda ham muhim bo'lgan kitoblardan. Har bir mo'min musulmonlar buni o'qishi, anglashi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida bir tasavvurga ega bo'lishi kerak. Azizlar, o'tgan suhbatlarimizda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'rinishlari, u zotning soch tarashlari haqidagi mavzularni, boblarni o'tgan edik. Imom Termiziy rahmatullohi alayh navbatdagi 5-bobda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning oq sochlari haqidagi hadislarni keltiradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham boshqa insonlar kabi bashardirlar. U zotga ham qarilik alomatlari bo'lmish oq sochlar boshlariga oralagan. Garchi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'ta qarib ketmagan bo'lsalar ham, 63 yoshda dunyodan o'tgan bo'lsalar ham, boshlarida ba'zi bir oq sochlar aralagan edi. Shuning uchun ba'zi hadislarda Payg'ambar alayhissalomning oq sochlari haqida ba'zi so'zlar keladi. Sahobalar buni rivoyat qilishgan. Nega? Chunki Payg'ambar alayhissalomning har bir harakatlari, har bir ishlari, har bir ko'rinishlari sahobalar tomonidan juda bir diqqat bilan kuzatib borilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamchalik hech bir inson dunyoda kuzatilmagan, hech bir insonga Rasulullohchalik muhabbat qo'yilmagan. Payg'ambar alayhissalomning har bir ishlari, ko'rinishlari ham hatto oq sochlarining nechtaligigacha rivoyat qilingan. Bu o'ta katta, o'ta bir Payg'ambar alayhissalomga nisbatan muhim bir e'tibor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu shuning isbotidir. Imom Termiziy rahmatullohi alayhi aytadilarki, babu ma jaa fi shaybi Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Payg'ambar alayhissalomning oq sochlari borasida kelgan bob deydilar. Ya'ni u zotning oq sochlari borasida kelgan hadislar jamlangan bob. O'z odatlariga binoan Imom Termiziy hadisni sanadini keltiradilar. Haddathana Muhammad ibn Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammamun an Qatadata qala qultu li Anas ibn Malik hal khadaba Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Qatada ibn Di'ama as-Sadusi buyuk tobiinlarning imomlaridan bo'lgan olim Anas roziyallohu anhu ga aytdim deydilar. U kishidan, ya'ni rivoyat qilinyapti bu hadis. Anas roziyallohu anhu ni shogirdlari Qatoda. Anas roziyallohu anhu dan so'radim, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sochlarini bo'yaganmidilar? Ya'ni sochlarini xino bilan bo'yaganmidilar? Oq sochlarini ko'rsatmaslik uchun deganda Anas roziyallohu anhu aytadilarki, qala lam yablugh zalik. Payg'ambar alayhissalom bu yoshga yetmaganlar. Innama kana shayban fi sudghayhi. Payg'ambar alayhissalomning oq sochlari ikki chakkalaridagi oq sochlar edi, ozgina. Mana bu yerda sudgʼ deb mana bu joyni aytadi. Demak, insonning ko'zi bilan qulog'i orasidagi mana shu oraliqda chiqqan, soch chiqqan joy sudgʼ deyiladi. Mana shu chakkalarida ozgina oq soch bor edi deydi Anas roziyallohu anhu. Walakin Abu Bakr khadaba bil hinna'i wal katam. Lekin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu
hino bilan va katam o'simligi bilan, ya'ni bizda hozir usma deydi. Ayollar uni o'sha bargini qandaydir qilib siqib, suvini chiqarib, qoshiga usma qo'yilardi oldinlari. Hozir hammasi kimyoviy narsalar, ximikat bo'lib ketdi. Har xil bezaklar. Oldin tabiiy bezak maqsadida ayollar qoshiga usma qo'yardi. O'sha usmani bargini, daraxtini, o'shani demak o'simligini katam deydi. Payg'ambar alayhissalomni sahobalari Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu demak hino bilan va o'sha o'smani bargi bilan, o'shani suvi bilan sochlarini bo'yar edilar deb Anas roziyallohu anhu aytadilar. Demak, Anas roziyallohu anhuni fikrlariga ko'ra payg'ambar alayhissalomning oq sochlari mana shu chakkalarida juda oz edi. Sochlari juda oqarib ketmagan edi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni. Lekin sahobalar ba'zilari sochlarini hino bilan bo'yar edilar deydilar. Keyingi hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam haqlarida, sochlari haqida kelgan hadisda Imom Termiziy aytadilar: حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس. Bu hadis ham Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Qala ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. Anas roziyallohu anhu aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning boshlari va soqollarida 14 ta oq tukdan boshqasini ko'rmadim, sanamadim deydilar. Sochlari va soqollarida demak 14 dan ziyod oq tuk, oq soch yo'q edi deydilar Anas roziyallohu anhu. Anas roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalom bilan doimiy birga yurgan, Rasulullohga to vafotlarigacha xizmat qilgan, doim Rasulullohga yaqin yurgan sahobiylardan hisoblanadi. Demak, Anas roziyallohu anhu 14 dan ziyod oq soch yo'q edi Rasulullohda deyaptilar. Payg'ambar alayhissalomning sochlari, oqargan sochlari juda kam edi degan ma'noda aytganlar bu hadisni. Qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Shu'ba an Simak ibn Harb qala sami'tu Jabir ibn Samurata radhiyallohu anhu yus'alu an shaybi Rasulillah sallallohu alayhi vasallam. Endi bu hadis Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinyapti. Bir kishi kelib Jabir roziyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning oq sochlari qanday edi, qancha edi deb so'radi. Shunda Jabir roziyallohu anhu aytayaptilarki, faqala kana idza dahana ra'sahu lam yura minhu shaybun fa idza lam yadhan ru'ya minhu. Aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sochlarini agar xushbo'ylik bilan yog'laganlarida, moylaganlarida, xushbo'ylik surtganlarida payg'ambar alayhissalomning oq sochlari ko'rinmasdi sochning orasidan. Agar xushbo'ylik surtmasalar sochlariga, mana shu xushbo'ylik o'zi misk bo'lgan, mushkambar, yog'liroq bo'lgan. Payg'ambar alayhissalom sochlariga ham surtganlar uni. Surtmaganlarida deydilar, ko'rinardi, bir ikkita oq sochlar ko'rinib qolardi, lekin bo'yagan, ya'ni o'sha xushbo'ylik bilan payg'ambar alayhissalom sochlarini xushbo'ylikka aralashtirganlarida, xushbo'ylikni sochlariga surtganlarida ko'rinmay qolardi oq sochlar deydilar. Nega? Chunki yog'liroq xushbo'ylik sepilganda yoki surtilganda insonning sochi yaltiraydi, oq sochlar ko'rinmay, bilinmay qoladi. Chunki qora sochlar ham yaltirab turadi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom bu hadis ham sochlari oq bo'lgan, bir ikkita sochlari lekin juda kam oqargan ekanligiga dalolat qiladi. Jabir roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis, Anas roziyallohu anhudan esa yuqoridagi hadis keldi. Uchinchi hadis, keyingi hadisda payg'ambar alayhissalomning sochlari haqida Imom Termiziy ushbu rivoyatni keltiradilar. Haddathana Muhammad ibn Umar ibn al-Walid al-Kindi al-Kufi qala akhbarana Yahya ibn Adam an Sharik an Ubaydillah ibn Umar an Nafi' an ibn Umar radiyallahu anhuma qala إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. Abdullah ibn Umar radiyallohu anhudan rivoyat qilinyapti bu hadis. U zot aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oq sochlari
20 ta oq sochdan iborat edi, shu atrofda edi deydilar. Bu Anas roziyallohu anhuning 14 ta edi deganlari bilan bir-biriga yaqin. 14 ta edi. Ehtimol Anas roziyallohu anhu ko'rganlaridan keyin, sanaganlaridan keyin yana ba'zi sochlari oqargan bo'lishi mumkin va Abdulloh ibn Umar 20 ga yaqin edi deb shuni rivoyat qilyaptilar. Demak, ko'p emas degan. Payg'ambar alayhissalomning umrlarining oxirida ham oq sochlari shu 20 ta atrofida bo'lgan. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا معاوية بن هشام عن شيبان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال bu Abdullah ibn Abbosdan rivoyat qilinyapti. Qala Abu Bakr ya Rasululloh qad shibta. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Rasulullohga aytdilarki, ya Rasululloh, qaribsiz, sochlaringiz oqaribdi-ku deb aytdilar. Abu Bakr Siddiq payg'ambar alayhissalomning doim yonlarida yuradigan vazirlari, doim Rasululloh bilan ajralmaydigan eng yaqin sadoqatli do'stlari, payg'ambar alayhissalomga sodir bo'layotgan har bir Rasulullohning ko'rinishlarida sodir bo'lgan o'zgarishlarni ham darrov sezib, ilg'ab olib, darrov Rasulullohga g'amxo'rlik qiladigan inson Abu Bakr Siddiq. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sochlarida ba'zi bir oq sochlarni ko'rganlarida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Rasulullohdan darrov so'radilar. Ya Rasululloh, sochlaringiz oqaribdi-ku, nima bo'ldi dedilar. Qala shayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ta bir jiddiy javob, hammamizni o'ylantiradigan bir javob bilan javob berdilar Abu Bakr Siddiqqa. Sizni sochingiz oqaribdi ya Rasululloh deganlarida payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Ey Abu Bakr, meni Hud surasi, Voqea surasi, Mursalat, Amma yatasaalun, Idha shamsu kuwirat, mana shu suralar meni qaritdi dedilar. Mana shu suralar mening sochimni oqartirdi dedilar. Inson o'ta g'amgin bo'lganda sochi oqaradi insonni. Boshiga g'am tashvish tushganda sochi oqaradi. Payg'ambar alayhissalom dunyo g'ami bilan g'amlanmas edilar. Payg'ambar alayhissalom dunyoni tashvishini qalblariga olib, u bilan zerikib, siqilib yurmas edilar. Payg'ambar alayhissalomning g'amlari oxirat edi. O'zlari uchun va ummat uchun oxiratda yaxshiliklarni so'rar, ummatning doim oxiratda ham dunyoda ham baxtli yashashi uchun Alloh taolodan duolar qilib, demak tazarrular qilar edilar va ummatga shu yo'lni ko'rsatar edilar. Payg'ambar alayhissalomni qaritgan narsa Hud surasi dedilar payg'ambar alayhissalom. Hud surasida Alloh taolo qiyomat alomatlarini, qiyomatdagi dahshatlarni nozil qildi. Hud surasida qiyomat haq ekanligini Alloh taolo bayon qildi. Jannat va do'zax va ularning vasfini bayon qildi. Hud surasidagi oyatlarning birida Alloh taolo fastaqim kama umirta dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sizga buyurilgandek to'g'ri istiqomatda bo'ling dedi. Istiqomatda fastaqim, to'g'ri yo'lda bo'ling. Sizga qanday buyurilgan bo'lsa shunday, bir ozgina miqdor bo'lsa ham bu tomonga yo bu tomonga o'tib ketmasdan to'g'ri bo'ling dedi. Fastaqim kama umirt. Mana shu istiqomat azizlar o'ta bir qiyin bo'lgan narsa istiqomat. Ozgina bo'lsa ham chapga, o'ngga burilmasdan, yoqqa bu yoqqa qadam tashlamasdan Allohning yo'lida to'g'ri bo'lishlik oson narsa emas. Mana shu narsalarning g'ami bilan payg'ambar alayhissalom qaridilar. Mana shu narsalarning, ya'ni Rasulullohga bo'lgan buyruq, Rasulullohga bo'lgan ko'rsatmalar ummatga ham berilgan ko'rsatmalar edi aslida. Shularning g'ami payg'ambar alayhissalomni sochlarini oqartirdi. Ummat agar bunga amal qila olmasa nima bo'ladi dedilar. Xuddi shunday Voqea surasi. Alloh taolo Voqea surasini boshida nima deydi? Iza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kaziba khafidatur rafi'a. Ya'ni qiyomatni dahshati haqida boshdan boshlanadi. Suraning boshi avvalgi oyatlaridan. Qiyomat voqi bo'lganda, qiyomat qoyim bo'lganda, uni laysa liwaqa'atiha kaziba, uni yolg'onga chiqaruvchi yo'q. Qiyomat bo'ldimi, hamma uni tasdiqlaydi. Yo'q, qiyomat bo'lmaydi deb yurganlar ham, ey Alloh, tavba qildik deydi. Tavba qildik, bo'ldi, ishondik deydi. Qiyomat bor ekan deydi, lekin u paytda foyda bermaydi ularning ishonchi.
Xofidatun rofi'a. U qiyomatning dahshati. Qiyomat insonlarni ba'zisini pastga tushiradi, ba'zilarini ko'taradi. Kimnidir obro'yini tushiradi, kimnidir obro'yini, martabasini ko'taradi. O'sha kunda kimlardir ko'tariladi, kimlardir tushadi. Dunyoda martabam baland deb yurgan ba'zilar martabasi past ekanligi ma'lum bo'ladi. Ba'zilarning dunyoda martabam past deb o'ylab yurganlar Allohning nazdida baland bo'lib chiqadi. Uni qiyomatda bilinadi. Qiyomat dahshat, insonlarning demak eng dahshatli kuni, inson ko'radigan eng qo'rqinchli, dahshatli kun qiyomat. O'sha haqida gap boradi Voqea surasida. Yoki Mursalat surasida. Wal mursalati urfa. Alloh taolo qasam bilan boshlaydi bu surani. Waylun yawma idzil lil mukazzibin. Juda ko'p takrorlangan shu oyat. Ya'ni o'sha kunda yolg'onga chiqaruvchilar, Allohga iymon keltirmaganlar, payg'ambarni yolg'onga chiqaruvchilarga do'zax bo'lsin deydi Alloh taolo. Yoki amma yatasaalun anin naba'il azim. Payg'ambar alayhisalom aytdilar-da, amma yatasaalun meni qaritdi dedilar. Ya'ni nima haqida so'raydi ular deb boshlanyapti. Nima haqida bir-biriga savol beryapti odamlar? Nimaga inkor qilishyapti? Nimaga shubha bilan qarashyapti? Anin naba'il azim. Buyuk bir xabar haqida ular inkor qilib, ular bir-biridan so'rab shu narsa bo'lishi mumkinmi deb qiyomatga shubhalanyapti. Qiyomat haqida shubha qilishyapti. Allazi hum fihi yaxtalifun. Kalla sayalamun. Yo'q, albatta qiyomat bo'ladi. Ular uni bilishadi hali. O'z ko'zlari bilan ko'rishadi deb Alloh taolo qiyomatni tasdiqlab, uning dahshati haqida gapiradi. Amma yatasaalunda. Iza shamsu kuwiratda ham qiyomat alomatlari, osmonlar o'zgarib ketgan, hayotning nizomi, koinotning nizomi izidan chiqib ketganligi haqida gapiradi. Quyosh bu tarafda, osmon o'rab olingan, yulduzlar tushishni boshlagan, o'z o'rnidan o'zgargan, qimirlagan holatda, demak koinotning nizomi buzilgani haqida gapiradi qiyomat kunida. Shunday bo'lishligi haqida aytiladi. Demak, mana shu suralarning dahshati, shu suralarning ma'nolarini ulug'ligi, ma'nolarining og'irligi payg'ambar alayhissalomni sochlarini oqartirgan edi azizlar. Mana shuni Abu Bakr Siddiqqa payg'ambar alayhissalom aytdilar. Keyingi hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oq sochlari haqida Imom Termiziy aytadilarki, haddathana Sufyan ibn Waki'in qala akhbarana Muhammad ibn Bishr an Ali ibn Salih an Abi Ishaq an Abi Juhayfata qala qalu ya Rasululloh naraka qad shibta. Sahobalar aytishdiki, ya Rasululloh deyishdi. Biz sizni sochingiz oqarganini ko'rdik. Nimaga sochingiz oqardi deganda qala shayyabatni Hudun va akhawatuha. Meni Hud surasi va uning sheriklari, ya'ni Hudga o'xshagan suralar meni sochimni oqartirdi, qaritdi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Demak, azizlar, bu hadis ham yuqoridagi hadisni ta'kidlovchi hadis. Yuqoridagi hadisni bilan bir ma'noda. Keyingi hadisda aytadilarki, qala haddathana Ali ibn Hujr qala أنبأنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمسة التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي. Abu Rimsa at-Taymiy aytadilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldilariga keldim. Mening o'g'lim bor edi yonimda. Va ma'i ibnun li. O'g'lim bilan birga keldik. Qala fa urituhu. U zotga uni ko'rsatdim o'g'limni. Faqultu lamma ra'aytuhu, yoki Rasulullohni o'g'limga ko'rsatdim va u zotni ko'rganda aytdimki, haza nabiyulloh, bu payg'ambar alayhissalom, Allohning payg'ambari dedim. Va alayhi thawbani akhdaran, Rasulullohning ustilarida ikkita yashil kiyimlari bor edi. Pastki kiyimlarni pastki qismi ham yashil edi, tepada kiygan narsalari ham yashil edi. Va lahu sha'run qad alahu shaybu va shaybuhu ahmar. Payg'ambar alayhissalomning demak sochlari bor edi, sochlari uzun edi, shu quloqqa yetadigan darajada sochlari bor edi. Lekin soch oqargan edi, ba'zi qismi oqargan edi deydilar. Lekin oq sochlari qizil edi. Ya'ni payg'ambar alayhissalom ko'p xino surtganlaridan deydilar, yoki o'sha mushka ambarni, yog'li mushka ambarni surtganlaridan oq sochlar qizaribroq qolgan edi, boshqa sochlardan farqli o'laroq. Keyingi hadisda haddathana Ahmad ibn Mani' qala akhbarana Surayj ibn Nu'man qala akhbarana
حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب. Jabir ibn Samuradan so'raldi, sahobiydan odamlar so'rashdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning boshlarida oq soch bormidi deb so'raganda, qala lam yakun fi ra'si Rasulillahi sollallohu alayhi vasallam shaybun illa sha'aratun fi mafriqi ra'sihi idza dahana wa rahunna ad-duhun. Payg'ambar alayhissalomning boshlarida bir qancha bir sanoqli deydilar, sanoqli sochlardan boshqa oq soch yo'q edi. U ham sochlarning farqida, mana bu ikki tomonga taragan joylarida o'rtasida ko'rinardi deydilar. Izaddahana va rohunnaduhun. Agarda yog'lasalar sochlarini, boyagi xushbo'ylik bilan yog'lasalar, o'sha xushbo'ylik, o'sha yog' payg'ambar alayhissalomning sochlarini to'sib qo'yardi, yashirardi deydilar. Bilinmay ketardi. Ya'ni oq sochlari juda kam bo'lgan. Xulosa shu. Payg'ambar alayhissalomning oq sochlari juda kam bo'lgan. Yog'laganlarida, mushkambar surtganlarida, demak, ular ham ko'rinmay qolgan. Yoki ba'zida o'sha mushkambar ko'p surtganlaridan yoki xina bo'yog'i bilan bo'yaganlaridan oq sochlar qizilroq tusga kirgan. Shu oq sochlar ekanligini bildirib turgan, boshqa sochlardan farqli o'laroq. Vallohu alam, payg'ambar alayhissalomning demak ko'rinishlari, sochlarining ko'rinishi, oq sochlarning nechtaligi haqida bildik inshaalloh. Bu sahobalarni boya aytganimizdek payg'ambar alayhissalomni o'ta diqqat bilan, o'ta bir muhabbat bilan kuzatganlari va har bir narsada Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlariga o'rnak qilganlari Rasulullohni yaxshi ko'rganliklariga dalolat qiladi. Biz ham payg'ambar alayhissalomni shakllarini, u zotning go'zal chehralarini tasavvur qilganda mana shu narsalarni ham o'ylab Rasululloh haqlarida shu narsalarni, shu tasavvurlarga ham ega bo'lishimiz kerak. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.